Kichik zaldagi qora, yumshoq mebel ustida boshni suyanchiqqa suyab yotar ekan, xayolida operatsiyadan keyingi holat tasvirlanardi. Ochiq eshikka bir nazar tashlab qo'yardi. Atay qilgandek u istagan chehra ko'rinay demasdi. Sabri tugab qiz xonasiga kirib borgan yigit ko'zi yotoqda o'ranib shirin bo'lib uxlab yotgan qizda edi. Biroz termulib, ochilgan oynani yopdi. Qanday tez xonaga kelgan bo'lsa, shu tezlikda u yerni tark etdi. Shu meni shartim. Kechga yaqin oshxonada yolg'iz o'tirgan yigit tomon bir bloknot uzatildi. Ovqatlanish uchun tayyorlangan stolni xizmatchilar tayyorlab ketgandi. Ayni dam ikkisidan boshqa hech bir zot yo'q bu uyni Dilfuza ovqatlanishdan avval kezib chiqqanda. Bu nima? Hatto ochib ko'rmay berilgan savoldan qizni asabi buzildi. Bu daftarda meni 100 ga yaqin istaklarim yozilgan. Bir so'z bilan aytganda, sen ularni bajarishing kerak. Xavotirlanma, qiyin ishlar emas. To'g'ri, orasida bir ikki qiyinlari ham bor-ku, lekin eplasa bo'ladi. Biroz o'ylanib so'zladi. Qisqa tabassum ketidan yigitga tikildi. Endi uni roziligi kerak. Sabrsizlanib borar ekan, Shahboz ham tezgina javob bera qolmadi. Telba janoblari, gapirsangizchi. Atayin qilyaptimi bu? Nimasiga o'ylanadi? Umid qilamanki, qo'ldan keladigan narsalarni so'raysan. Albatta, faqat meni yonimda o'qima. Yolg'iz qolgach ko'rib chiqarsan. Tushunarli. Uyaldi degan taxmin xayoliga kelib, daftarni stolga qo'ydi. Ko'zlarini uzib qizga qaradi va qoshlarini chimirdi. Sen yana meni sensiray boshladingmi? Gap orasida siz o'rnida ishlatilayotgan sen yigitni asablarini egovladi yaxshigina. Operatsiya qachonga belgilanishini aytarsiz balki. O'sha vaqtgacha sizni uyingizda yashasam, noto'g'ri tushunmasmikin yaqinlaringiz? O'zi ham sezmay qolib, gapni aylantirishga harakat qildi. Savollarga o'ylanib qoldi Shahboz. Haqiqatni qizga aytsinmi yo yashirgan afzalmi? Xayolidagi savollar javobsiz aylanar ekan, bir qarorga kela olmasdi. Aldashga haqqi yo'q ekanini o'ziga bot-bot takrorlab, suhbatni boshlash nuqtasini tanlay boshladi. Ko'zi esa o'zi bilan kabinetiga olib kirgan narsa. Daftardan kichik ammo qalin bo'lgan bloknotga tushdi. Ohista ichini ochib, qalin qora rangli markadagi orzular ro'yobi yozuviga tushdi. Raqamlab chiqilgan yozuvlar. Ba'zilari kulguli, yana juda achinarlilari ham bor. Butun uydagi ikki inson ham bedor bo'ldi. Vijdoni qiynala boshlagan yigit kelishuvning o'zi shunchalar azob bersa, bu ish tugagach nima bo'lishini xayol qildi. Hech nima bo'lmagandek yashayveradimi? U ham istamasdi bir begunoh hayoti evaziga tirik qolishni, ammo boshqa imkoni ham yo'q. Hammasi deyarli hal. Afsus qilishga kech bo'lgan allaqachon. Shuni o'ziga ta'kidlab, uyqu kelmayotgan ko'zlarini yumdi. Uyning boshqa burchagida esa yozgan istaklarini sanab yotgan qiz birdan yig'lab yubordi. Go'yo bu ish ham u istagandek nihoyalanmaydigandek. So'ng tushlikda kechgan suhbatga yoxud aytilgan yolg'onning haqiqatini tinglaganiga xayoli ketdi. Men kimnidir gap so'zdan qo'rqmayman. Yana sen bilgandek, bizda, ya'ni o'zbeklarda yigitlarni emas, qizlarni gapirishadi. Yoqimli ishtaha senga. Boshqa gaplarni aytishga tayyorlana turib, xayoliga kelganini aytdi. Haqiqatni aytish uchun nimadir xalal berar ekan, fursat emasligini angladi. Men hammasini bilishga haqliman. Nimani yashiryapsiz? Sen folbinmisan? Ko'zlari katta ochilib, yigitni yuzi hayratli tus oldi. Vangani shogirdiman. Nima edi? Topib nishonga urdim. Ha, aytasan, yo yaxshilikcha yoki tahdid bilan. Hali ham yuzida tabassum aks ettirib, xayolida ancha narsani o'ylab olgan qiz sariqdan qizil rangga tortgan sochini silkib qo'ydi. Shu sochlar sabab Shahboz ko'prikda ko'rgan qiz aynan donor ekanini bilgandi.
Balki aytarsiz, hali ham mendan yashirilayotgan gaplarni bilishni istab turar ekanman. 2 daqiqadan beri sukutda qolgan Shahbozdan ko'zimni uzmayapman. Hech nimani yashirmayapman. Sendan nimani ham yashirardim? Qarshi savol yo'llab xonasiga qochgan Shahbozni izdan termilib qoldi. Seni siringni ichingdan sug'urib olaman, Olifta. Yigitning xayoli qizni ilk ko'rgan kuniga ketdi. Qish nihoyasiga yetib, bahor nafasi kelgan kunlardan birida. Ish bilan bir doktorni izlab shifoxonaga keldi. Muhim ishini bitira olmay kasalxonadan chiqishda 2 qizga turtilib ketdi. Xayoli parishon bo'lgan qizg'ish sochli qiz bir so'z aytmadi. Yonidagi oddiy makiyaj qilgan sherigi esa yigitdan uzr so'rab ketdi. Dilfuz, qoning kamyob guruhdan ekan, eshitdingmi? Tekshiruvga ZAKS uchun analizlar topshirish uchun opasiga hamroh bo'lgan qiz g'alati holda yurib ketar ekan. Opasining so'zlari qulog'iga kirmadi. Ularni ortidan ketayotgan yigitning nigohi qizlarga tushdi. Dilfuz dedimi? Kamyob. Demak, qara, 4-manfiy qon guruhi dunyodagi 8% odamlarda bor ekan. Rostdan eng kamyob qon ekan seniki. Opasi qiziqish bilan internetdan topgan ma'lumotlarni o'qir ekan. Dilfuzani xayoli qonni tekshirgan hamshira so'zlarida edi. Voy, sizdek odamlar tillaga teng ekanini bilasizmi? Qon guruhingiz 1000 ta odamdan bittasida uchraydi. Sochlaringiz rangi ham odamni o'ziga qaratadigan jiloli rang ekan. Aqlsiz hamshira so'zlari har qanday odamni vahimaga sola olish bilan birga kulgusini ham keltirardi. Sochlariga havas bilan boqishni ko'rgan Dilfuzani yuzi burishib, boshga yupqa shapkasini kiydi. Qora shapka ortiga qizg'ish sochlarini yashirgan bo'lsa-da, ort tomondan chiqib qolgan ozgina tutamlarni ko'rgan yigit unga ham aynan shu qon guruhi kerak bo'lgani sababli qulog'iga qizning tahlil natijasi kirgach, 2 qizni kuzatib uyigacha keldi. Opasi bir nimalarni so'zlab ketar ekan, qiz javoban "Ha, yo'q, bilmasamdan" boshqa so'zni tiliga olmadi. Keyinchalik qizni surishtirib, 1 oydan so'ng opasi turmushga chiqayotgan qiz tabiatan odamovi, tajang, hech nimaga qiziqmaydigan, odamlar bilan chiqishmaydigan ishkalchi ekanini eshitdi. Yolg'iz gaplashib olishni ko'p kutdi. Deyarli uydan ko'chaga chiqmas, chiqsa-da doim kimdir unga hamroh bo'lardi. Aksiga olib orada chetga ketishga majbur bo'ldi. Kelgach esa opasi to'yi ustiga keldi. O'sha kun yodida. Egnidagi bejirim insonni o'ziga jalb qilmaydigan libosda barchadan o'zgacha nur taratib turgan qizning yuzi juda g'amgin edi. Tabassumi soxta shu qizning qandaydir dardi bor ekanini ich-ichidan his qildi. Avvaliga u yerda to'planib turgan mashinalar orasiga qo'shilishga cho'chidi. So'ng tavakkal deya kuyovni do'stlari mashinalari orasiga qo'shildi. Kuyov jo'ralari bu mashina kelin tomondan degan xayolda yigitni o'z davralariga qo'shishdi. Begona yigit shu orqali Dilfuza bilan tanishdi. Mashinaga avval qiz chiqqanda xursand bo'lgandi, ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Qiz ketidan kelinning 2 dugonasi chiqdi. Yuzdagi pardoz qavatlarini sanasa bo'lar darajada ko'p bo'yoq surtilgan, kiyimlardagi yaltir-yultir ko'zni olar darajada. Yuzi burishib, qiz bilan suhbatni keyinga qoldirdi, lekin istagandek bo'lmadi. Qiz bilan o'tgan so'z o'yinini yana yodga oldi. Yig'lasa-da, sovuqqonlik rejimini tez yoqib olgan qizga qiziqishi har bir so'z ta'sirida oshib bordi. Mana hozir u haqida o'ylab, xonasidagi katta karavotda tabassum ila uyquga ketdi. Ertalab tong azonda mayin esayotgan shabodadan pardalar qimirlab, qiz yotgan xonada salqin havo aylanardi. Qiz sovuq qotib uyg'onib ketdi. Ko'rgan tushida ham yolg'iz edi. Go'yo tush emas, o'z hayotini ko'rgandek bo'ldi. Uyquga ketar oldi va undan keyin ham qayta ko'zdagi yoshlar hammasi takrorlanyapti. Meni hech kimga, nahot keragim bo'lmasa, hech ham menga mehr qo'ymadingizmi? Oyi, dada, singillarim hech meni yaxshi ko'rmadimi? Opam men bilan o'tkazgan vaqti davomida meni o'ziga kerak deb hisoblamadimi? Nega men uchun harakat qilmadingiz?
Nahot mehringizga ega bo'la olmadim? Nega? Nima uchun? Aybim nima? Eshikni ohista chertilishi natijasida xayoli bir yerga jamlandi. Kimsiz? Nima kerak? Eshikni ochmay yotgan o'rnidan javob berdi. Xayrli tong. Balki uyqudagi malikam menga lutf aylab chiqarlar. Kechadan beri uyqudan zerikmadingmi? Yigitning hazil tariqasida aytgan so'zlari qizni qanchalik hayajonga solganini sezmadi. Sezish qayoqda? U bu narsani hatto o'ylamadi. Yuragi ustiga qo'lini qo'yib, tez urayotgani uchun o'zini tinchlantirishga kirishdi. Otilib ketay deya urayotgan bu yurak esa egasi harakatlariga mutlaqo teskari, tezlikda urib turaverdi. Men hozir chiqaman. Ovozi qaltirab chiqdi. Malikam. Qiz o'zini hayajonlantirgan so'zni takror-takror aytar ekan. Yuragida g'alati hislar junbushi ortib borardi. Yuvinish xonasiga kirar oldi, kecha to'ldirilgan shkaf oldiga keldi. Keng shim va futbolka oldi qo'liga. Shu bilan o'zini yuvinish xonasiga urdi. Ozg'in gavdasiga kattadek turgan bu kiyimlar qizni o'zgacha ko'rsatardi. Sochini nam holida yig'ib, pastga tushdi. Oshxonaga kirganda xayolga berilgan yigitni ko'rib, bir nayrang qilishni diliga tugdi-yu, tezda bu fikridan qaytdi. Hali bunga anchagina ulgurishini bilib, shunchaki jilmayib, oshxonaga kirib bordi. Salom bezbet janoblari. Yuziga sho'x tabassumli niqob taqib oldi. Yigit esa achinish bilan termilib qoldi. Meni kechir. Yuzida horg'inlik bilan qizdan ko'zlarini olib qochdi. Aytgan gapi qizni hayron qoldirdi. Nimadir bo'ldimi? Aytmaydigan bo'lsangiz gap boshlamang. Og'zini stol ustidagi salfetkaga artib, o'rnidan qo'zg'alganda. Meni haqqim yo'q edi. Seni yuragingni so'rash uchun. Hech kimni haqqi yo'q. Tirik insondan yurak so'rash o'limni bo'yniga ilish bilan barobar. Men o'limni istab bo'lganman. Shu uchun bu narsa sizni qiynamay qo'ya qolsin. Hatto yuragingni olmayman desangiz ham bu ishni qilaman. U singlim emas. Biz taqdiri almashgan bechoralarmiz. Qiz yigitni hikoyasi uzoq davom etishini bilib, sal avval turgan stolga qayta joylashdi. Uni ilk marta qahvaxonada ko'rganman. So'ng maktab zalida. Ko'p bor tasodifan bir-birimizga to'qnash kelardik. Bu rostdan tasodifmidi yoki taqdir, buni bilmayman. Biladiganim, ikkimiz ham bir-birimizni ko'rarga ko'zimiz yo'qligi edi. Bir muddat sukut saqlab davom etdi. Men unga juda ko'p yomonlik qilganman. Keyin esa u va men chaqaloqligimizda almashib qolganimiz ovoza bo'ldi. Ishona olmasdim. Ota-onam o'qishlarimga befarq bo'lsa ham, pul top, hunar o'rgan deyishsa ham ularni yaxshi ko'rardim. Yaxshi ko'rishadi deb o'ylardim. Toki meni pulga sotmagunlaricha. DNK tahlillari meni o'sha tannos qizni ota-onasi farzandi ekanimizni 99.9% deya aniqladi. Bu haqiqatni bilganimda tushgan ahvolim ustiga sotilganim ham qo'shildi. Bilishimcha meni ham, qizlarni ham o'sha oilada qolishimiz uchun ancha pul olishgan. Demak, u qiz siz uchun juda qadrli. Nafaqat siz, balki katta qilgan ota-onasi ham uni juda qattiq yaxshi ko'rishadi. Gap uni yaxshi ko'rishimda emas. Men har ikki ota-onamga so'z berganman. Yigit so'zi, u yashashi uchun yurak topaman deya. Meni hech kimga keragim yo'q. Keraksizman. Menimcha rostdan u qizga mendan boshqa donor topolmaysiz. Gapirmang. Endi so'zlamoqchi bo'lgan yigitni to'xtatdi. Yuragimni olishingizga hech nima xalal bermaydi. Men 200% kafolat beraman sizga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Rivoyatnoma sahifamiz yana o'z faoliyatini boshladi.
Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida sahifamizga obuna bo'ling. Kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga ham obuna bo'lishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Va bu hikoyani birinchi bo'limini yakunladik. Ikkinchi bo'limda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.